Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 10 iyul düşənbə günü dünyanın hər qaysı joylarındakı 60dan artıq kişilik hüquq orqanı, advokatlar cəmiyyətləri və kişilik hüquq fəaliyyətçiləri ortaq bir bayanat elan qılıb, xalqarani Xitoydakı kişilik hüquq vəziyyətiga diqqət qilishga chaqirdi. Dünya Uyğur Qurultayının öz içiga alğan 60dan artıq təşkilat və şəxslərinin ortaq imzası bilan elan qılınan ortaq bayanatda mundaq deyilgan. Kişilik hüquq advokatlары Xitoyning kişilik hüquq harakatining ulteshi. Ular Uyg'urlar, Tibetlər və Hongkongluqlarni tartib, dini azsallıqlar, ayollar hüquqi, həmcinslar, jurnalistlar və siyasi öktüçilərə bolğan puhralar cəmiyyətinin barlıq tərəflərini qoğdaydı. Ular yana məcburi köçürüş, səyyə və qanunsuz tutqun qilish qarşı acizlarning haqqını qoğdaydı. Ular qanun bilan idora qilish va'dasini asos qilib turib, hukumatning Xitoyning asos qonuni va u qo'l qo'ygan xalqaro kishilik huquq shartnomasidagi va'dasiga mas'ul bo'lishga turtki bo'ladi. Bugun biz xalqarani Xitoy hukumatining yaqinqi 3 oy ichidagi kishilik huquq advokatlari qaratayotgan yangi bostirish to'lqiniga jiddiy diqqat qilishni murojaat qilamiz. Bayonotda deyilishicha, Xitoy hukumati yaqindan buyon kishilik huquq advokatlari va ularning oila tabobatlariga qarta nazarband qilish, majburiy g'oyib qilish va qiyin qistoq elish qilmishlarini yana kuchaytgan bo'lib, bu Xitoydagi kishilik huquq advokatlıqdan ibarat bir sahaning yo'qolishidek bir xavfni paydo qilmoqda ekan. Mazkur o'rtaq bayonotga qo'l qo'ygan tashkilotlarning biri Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'dash tashkilotining tadqiqot va faoliyat moslashtiruvchisi William Ni bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Uyghur rayonida 2017 yildan keyingi keng ko'lamli tutqunda minglagan kishi sotsiz, qonuniy tartibsiz kesitildi. BDTning xohlagancha tutqun haqidagi dokladida bu kishilarning hech qanday advokatsiz, qonuniy tartibsiz kesilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Demek 2015 yılı Xitoydagi kishilik huquq advokatlarga umumyuzlik zarba berilgachga 2017 yılı Uyg'ur elida keng ko'lamli tutqunlarni va insoniyat qarshi jinoyatlarni ishlash osonlashdi. Buning oldingi sharti tayyorlandi degan gap. Bir jamiyatda kishilik huquq advokatlarining o'z rolini joriy qildira olmasligining oqibati intayin og'ir. Dünya Uyğur Qurultayının bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Erkin bu vaqt qilgan so'zida kishilik huquqni qo'g'daydigan advokatlar bilan bir safda turish orqali boshda Uyg'urlarning haqqini qo'g'dab turmaga qamalgan Ilhom To'xtay va boshqa nurg'un Uyg'ur tutqunlar masalasini yana bir qatim ta'kidlashni maqsad qilganligini bildirdi. Yuqorqi bayonotda xalqaro jamoatchilikdan Xitoydagi kishilik huquq advokatlari va faoliyatchilariga qaratilayotgan besimni oyoqlashtirish, xohlagancha qo'lga ilinganlarning hammasini darhol va shartsiz qo'yib berish, davlat xavfsizlik qonuniga o'xshash qonunlarga tuzatish kirgizish, xalqaro kishilik huquq o'lchamlariga amal qilish haqida Xitoyga besim ishiltish talab qilindi. Uyghur Akademiyasi tarafidan 7 ayning 8 kundan 7 ayning 10 kunigacha Anqarada chaqirilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi davomlashayotganda diasporadagi Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dab qilish degan temadagi xalqaro muhokama yig'inining muhim tarkibiy qismi bo'lgan Uyg'ur yoshlarini Uyg'ur ona tili, Uyg'ur madaniyat san'ati va Uyg'ur tarixi bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursi 11 iyul kuni Anqarada boshlandi. 2 hafta davom qildigan mazkur kursda dunyoning har qaysi ellardan kelgan yoshlarimizga ona til maktablarining tajribali o'qituvchilari, Uyg'ur pedagoglar, tarixchilar, san'atkorlar va tadqiqotchilarni tarkib topgan o'qituvchilar hay'ati tomonidan yuqorqi mazmunlar bo'yicha maxsus darslar berildi. Mazkur kursning ochilish marosimi 10 iyul kuni kechda Anqara New Park mehmonxonasida o'tkazildi. Marosimga Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Yevropa davlatlaridan bo'lib jami 14 davlatdan kelgan 30 nafar kursantdan boshqa yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi davomlashayotganda diasporadagi Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dab qilish degan temada o'tkazilgan xalqaro muhokama yig'iniga qatnashgan vakillar mu ishtirok qildi. Akademiyasındaki bu qitimli faaliyetiniki davamı yaşları terbiyeleş için 2 haftalık bir kurs vardı. Bunun açılışına hamınlar hoş geldiniz. So, good evening everyone, ladies and gentlemen, and our dear youth. Welcome to the opening ceremony of the first International Uyghur Youth Summer Camp. Bu qitimli faaliyet hakikaten diasporadaki Uygurların hayatından tuncu qitimler yaşlarını bireye ekiliş, yaşlara Uygur terbiyesini, Uygur milli kimliğini, kimliği terbiyesi elip veriş faaliyeti oldu. Şu menin ağalıqda bu nazmi ehmiyetli ve hemimiz bunu qollab quvvatlilik, bunu körüp turibdimiz. Endi echilishni bizga echilish nutqini so'zlab berish uchun Uyghur Akademiyasining raisi Dr. Rishad Abbas efendimni sahneye teklif qilaman.
This is the first such an event, and it's so important for our community. To give the opening speech, we invite Dr. Rishad Abbas, the president of Uyghur Academy. Assalamu alaikum, hürmetli mehmanlar. Oldu bilen, ben Uyghur Akademiga vakaleten bizning dunyoning har qaysi yeridan kelgan talantli yoshlarimizni chin ko'nglimdan qarshi olaman. Shuning bilan birga bizning yana dunyoning har qaysi joylaridan peshqadam, tajribali o'qituvchilar mushu talantli yoshlarga ders berish uchun xizmatini qo'yib, oilasini qo'yib, bu yerga kelib, Chirkapda ders o'tadiganga, pedagoglik qilganiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizning bu Chirkaplik, mushu talantli yoshlarimizga yozilib, maktab, bu maktabda ham Uyg'ur ana tili, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur kimligi, Uyg'ur tarixini o'rgatish bo'ldi. Bu shunday bir ahamiyatli faoliyatni bizga ma'naviy va moddiy tarafdan yordam qilgan Amerika institutining direktori Scott Warden apandim va Scott Warden apandimning yetakchiligida bu yerga kelgan Amerika Tinchlik institutining Nia Harris xonim ve Rizvangul Muhammed hanımlarla rahmet edin. Şimdi bu ders şirketlik kuruz bunun programlarını naiti uzun vakit müzakere kılıp küllik faaliyetlerini tüzep çıktık. Bunun da bizimki ümitimiz yaşlar ana tilini öğreniş, bunun birlikte hem özara tanışıp faaliyetler, işede bizimki sazantılarımız, müzikalarını öğretiyor, bizimki meşhur artistlerimiz usullarını öğretiyor. Çünkü bu bir bütün bizimki Uyghur medeniyetimizni, tilimizni öz içine alan bir ahmiyetli bir işkepti bulduğu da ümit kılmak. Şunlaşka bu işkeptideki öğreniş faaliyetlerindeki qutlug' bo'lishi, unumli bo'lishini chin ko'nglimdan tilayman. Rahmat sizlarga. Yaqında Qırğızstanның muavin ishki ishlar ministri Öktabir Ormanbetov boshchiligidagi bir vakillar o'miga Sharq Turkistonga berib, Xitoy davlat xavfsizlik amaldorlari bilan ikki davlatning chegara liniyasidagi Qirg'iziston soqchilariga tashkiliy tarbiyalash ilib berish to'g'risida kelishim imzolagan. Xabarda ziyorat jarayonida Xitoy davlat xavfsizlik doiralarining Qirg'iziston ziyorat o'mkidagilarga ommaviy to'plamlarni kontrol qilish va terrorlikni bostirish to'g'risida maxsus leksiya berganligi tilga ilingan. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligi vakillar o'migining bu ziyaratining Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning bu yil 5-edisiyadagi Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari yig'iniga qatnashib, Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatini qo'llaydiganligini, Sharq Turkiston terrorlik kuchlarga zarba beradiganligini va'da qilishning orqasini ilib berilishi diqqat qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Prezident Japarov Xi'an yig'ini mezgilida Xi Jinping bilan imzolagan qo'shma axborotida Sharq Turkiston kuchlariga zarba beradiganligini va'da qilgan birdan-bir O'rta Osiyo davlati rahbari ekan. Yevrosiyo to'rining xabarida aytilishicha, ziyorat mezgilida Qirg'iziston taraf Xitoy doiralaridan taxim unumlik nazorat davlati qurish to'g'risida maslahatga erishgan. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligining bu vaqtdagi bayonotida Qirg'iziston davlat xavfsizlik amaldorlarining Xitoy soqchilarining raqamlashtirish yangi muvaffaqiyatlarini o'rganish, soqchilarning xizmatda odamsiz uchqu, ya'ni dron ishlatish tajribasi bilan tanishish va diniy oshqo'liqqa qarshi turish usullarini o'rganish fursati bo'lganligi bildirilgan. Bu ziyorat G'arb davlatlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va chet ellik Uyg'urlar xalqaro jamoatchilikni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy tadbirlarni ilishga chaqirayotgan bir vaqtda ilib berilgan. Oygul ismli bir qirg'iz lager shoidining Zimiston to'rg'i bildirishicha, faqat Atush, Ulug'jot va Oqchi noyisidagi lagerlarga so'langan qirg'izlarning soni 25 mingdan oshadi ekan. Xabarda yana Oygul ismli qirg'iz lager shoidining kechirmishlari tafsiliy o'rin olgan. Oygul ismli bu qirg'iz shoid aslida Qirg'izistonga o'qishga chiqqan bo'lib, 2017-yilga kelganda Xitoy elchixonasi uni va saboqdoshlarini avtobusga silib, To'rg'at eg'iziga ilib borgan. Chegaradan o'tgan hamon Xitoy soqchilari ularning beshiga qor xalta kiygizib, qo'llariga ko'yiz solgan. Qirg'iz qizlar lagerda qaq sarida turib partiya nizomnomasi o'rgangan.
dövlət naqsı etqan, pişirilgan ot çöp yegen, meynat su içken, saqçılardan tayoq yegan. Ular Qırğızstanda yoki Qozog'iston o'qig'anlik uchun shundoq jazolangan. Aygül qo'yib berilgandan keyin Qirg'izistonga chiqib olgan va lagerdagi qabohatni dunyoga oshkorlagan birdan-bir qirg'iz shohid bo'lib qolgan. Xitoyning Bishkekda turishliq elchixonasi buningdan norozi bo'lib, Aygülning hikoyasini yolg'onga chiqargan hamda Qirg'iziston hukumati va taratqularga besim ishiltib, lager qurbonlarining hikoyalarini anglatmasligini talab qilgan. Yana bir qirg'iz lager shohidi O'lbek Turdaxon kommunizm qurbonlari xotir fondining yordami bilan 2022-yili Amerikaga kelib o'z kechmishlarini anglatgan edi. Xitoy Ma'rif ministrligi 2022-yildan e'tiboran Xitoy Ma'rif boylik qurilishi va Xitoy madaniyat aloqa to'ri degan nomda Qirg'izistonda Qirg'iziston ma'rifini xitoylashtirish planini ishga kirishtirgan bo'lib, bu qurilish turi bo'yicha Qirg'izistonda Xitoy ma'rifini shakllantirib, uni yerliklashtirish amalga oshirildi. O'qish bosqichi boshlang'ich maktab, to'liqsiz va to'liq o'rta maktab va universitetning barliq bosqichlarini o'z ichiga oladi. Xitoyning Qirg'izistondagi ta'siri va nufuzining kundan-kunga kuchayishi Qirg'iz xalqini va Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni kuchli andishaga selib kelmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 9-iyul kuni Germaniya Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchidagi zavodida tekshirish ilib berishga qarta maqola e'lon qilib, uning bu qarorining amalga oshishi gumonliq deb qaraydiganligini bildirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson qalamga olgan bu maqolada insoniyat qarshi jinoyat sodir qilinayotgan ahvolda astoydil kishilik huquq tekshirishi ilib berishning mumkinchiligi bor yo'qligiga savol qo'ygan. Volkswagen Urumchida zavod ochgan birdan-bir chet el avtomobil shirkati bo'lib, bu shirkat majburiy emgak sababidan Urumchidagi zavodni taqash haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining besimiga uchrab kelgan. Volkswagenning ijroiya direktori Oliver Blum yaqinda Volkswagenning Urumchidagi zavodida mustaqil tekshirish ilib bordiganligini e'lon qilgan edi. Sofiya Richardson Volkswagenning xalqaroliq o'lchamga asosan astoydil tekshirish ilib berish uchun Xinjiangda umumyuzlik mavjud bo'lgan bostirish va nazoratni qanday yangidiganligiga tushuncha bermaganligi, mavjud vaziyat tekshiruvchilarning zavodni oldin xabar bermay tekshirishi, ishchilar bilan bahramon suhbat ilib berishi yoki ishchilarning xizmat sharoitini to'liq baholab chiqishini tasavvur qilishning mushkil ekanligini aytgan. Sofiya Richardsonning qayd qilishicha, Volkswagen tekshirish ilib berib, Xitoyning emgak haqlariga xiloflik qilganligini oshkorlagan taqdirdami, Xinjiang doiralari tashqi kuchlar tarafidan hujjatlashtirilgan andishlarga javob berishga qiziqmaydi ekan. U agar Volkswagen Xinjiang doiralarini cheklimsiz bir tekshirish ilib berishga qoyil qilsa, mustaqil tekshiruvchilarning BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tarafidan insoniyat qarshi jinoyat bo'lishi mumkin deilgan qilmishlarni tekshirishga o'xshash yo'l qo'yish kerakligini aytgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.